Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Obunachilar egadan Matiz olaman deyilgan uchun manzil Ellikqal'a tumani Bo'ston shahrining mashina bo'ladi. Shu yerda turgan Matizlarning srochni sotiladi bu. Yilini keladigan bo'lsak 2006-yil ekan. Klassik sploshni bo'lgan ekan. Tekshirib olaverasizlar. Kanalga o'zingizlar obuna bo'lamiz, bir like bosqish yo'qmiz. Aylanib knopka. Yurgani 242 ming yurgan ekan meni. Metani bor. Salonlarning ko'rinish holati. Rollarni holati. Balonlar. Mashinani ko'rdi so'rovchilar shu Matizimiz srochni sotiladi. Bahosini kelsak, bahosi 21 million so'm pul aytib turibdi. 21 million deyman desa qaytib kelish bo'ladi yer bor. Rasol odam bo'lsa zakonni kelishaman dedi. Ekronni beza telefonim bilan qoldiraman. Qiziqqan o'zlaring kelib savdolashib qolaverasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.